Bir kun qishlog'imizga qanaqadir notanish qiz kelib qoldi. Bu qiz nimaga kelgan, to'g'risini aytsam bilmayman. Men qayerdan bilay? Balki ishi bordir yoki boshqa masala. Xullas, bugungi video qahramoni mana shu qiz bo'ladi. Joha asosiy qahramon har doimgidek. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi videomda. Sizlar bitta hozir bu yerda bitta qiz o'tib ketdi. Kimligini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Yangi ot sotib oldim, qalay olmoslik. Xullas, men bu yerdagi ishlar qilayotgandim esimdan chiqib ketibdi. Chunki janob mer menga tezroq soliqlarni to'lab qo'y deganda, men esa esimdan chiqib qolgan. O'shaning uchun hozir bir chekkasida hosillarni yig'ishtirib turib to'laveraman. Sizlardan bitta narsani so'rab qolmoqchiman, ya'ni kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha kuzatishni. Nimaga oxirigacha kuzatishinglarni so'rab qolaman, chunki mana qiz kimligini birgalikda aniqlashimiz kerak. Menimcha bu sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Nimaga kelib qolgan? Menimcha mehmon bo'lsa kerak. Qishlog'imizga yangi kelgan. Oldin bunaqa qiz ko'rmaganman. Ko'rgandim. Janob merda nima desam ekan, turmush o'rtog'i deylik, mayli, xotini desak sal g'alati bo'ladi. O'sha qishloqda yashardi, lekin o'shanga o'xshar ekan bir tomondan, lekin u emasligini aniq bilaman. Chunki u 100-qishloq dedi. Bu 97-qishloq axir. Bu yerda ham shunaqa qiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Abed bo'lishga ozgina qolibdi. Men ishlarimni qilib bo'lay, keyin abedlik qilsam ham bo'laveradi. Bugungi o'zi asosiy ish mana shu, bo'ldi, boshqa hech qanaqa ish yo'q. Doimgidek zerikarli hayot. Balki bu qiz kelgandan keyin qanaqadir yangi voqealar bo'lar deb o'ylagandim, lekin u qiz ham shunchaki keldi va o'tib ketib qoldi, qaytib kelmadi. Mayli, qaytib kelmasa ham menga to'g'risini aytsam, vobsheta qizig'i yo'q, chunki qizlar meni qiziqtirmaydi. Tak buni uchiraveramiz. Ana endi nima qilmoqchi edim? Mana bu hosillarni olib qo'yaman hozircha va ketmon ham kerak emas. Endi o'tirib biroz televizor tomosha qilgandan ko'ra yoki tashqariga chiqib aylanaymi? Otim bilan biroz aylansam ham bo'laveradi. Bu yerda arqoni bor, ko'ryapsizlarmi? Qochib tur, otvachcha. Bo'ldi, всё. To'xta, men seni minib olay. Ana endi aylanib kelaman. Juda ham qimmatbaho olmosdan yasalgan ot ham yasalar ekanmi? Yangi ot oldingmi? Alam qilyaptimi? Bitta joylaring kuyyaptimi sizlarda? Men yangi. Stop. Bu qanaqa mashina bu? Tushunmadim. Rolls Royce mi? Yo, what the buzilib qo'yganmi? Nima bo'lgan bu? Bu yerga bilmadim. Kimnidir mashinasi buzilib qo'ygan shekilli. Menga nima? Xo'p, jitlar hammasi qoch, bu yerda romantika qilishma, qoch, hammang durib ketaman. Ot chiqolmayapsanmi? Ot? Ot, nahotki chiqolmasang. Uzoqdan kelib yugurib, nahotki chiqolmayapsan. Qochib tur, otim chiqolmayapti. Tamayli aylanib kelaman. Sanlar meni yo'limni uzoq qildinglar. Hozir men qayerga to'xtatib qo'ysam bo'ladi otimni? Shu sakrashini qaranglar, texnologiya-yu. Qanaqa texnologiya bo'lishi mumkin? Bu jonli narsa bo'lsa, texnologiyaga kirmaydi-ku. Hozir biroz dam assalomu alaykum. Yo'q, siz salom berasiz to'g'ri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Menga yordam bera olasizmi? Qanaqa yordam? Mashinam buzilib qolgandi, o'shani tuzatish kerak. Qayerda buzilib qolgan mashinangiz? Qishloqning boshida. Mayli, yordam beraman. Yuring, unda yordam bera qoling menga. Ana qizil Rolls Royce sizning mashinangizmi? Xuddi o'sha, meni mashinam. Bo'ldi, hozir ketdik, yuring, o'sha yoqqa boramiz, yordam beraman, so'zlash kerak. Qayerga buzilib qoldi? Bilmayman, yurmayapti. Buzilgandan keyin yurmaydi-da. Qanaqasi yursin buzilib qolsa? Mana kartoshkani musorga tashlama. Senlar ahmoq bo'lib qolganmisanlar. Ana o qizning har tomonga ketib qoldi. Men yetib olishim uchun shunchaki sekin yursam ham yetadi. Mana shu mashinangiz? Xuddi o'sha. O'zi bilgandim. Qayerdan bildingiz? Shunchaki shu yerga aylanib kelgandim. Tushunali. Короче, hozir sozlab beraman, faqat vahima qilmang, tushundingizmi? O'z haydash bilasizmi mashinani? Bilaman. Qanday bo'ladi mashina haydash? Oddiy, hammasi shunchaki gaz, tormoz, rol degandek. Shunaqami? Oddiy emas-da, unaqa emas-da mashina haydash. Hozir men uyimdan asbob uskuna olib kelishim kerakmi yoki короче, bunachilar yordam berish kerak. Naylot yordam bermasa ham bo'lmaydi. Hozir qayerdadir menda asbob uskunalar bo'lishi kerak edi. Lekin qayerdaligini to'g'risini aytsam bilmayman, esimda yo'q. Hozir eslay olsam topib olib borib sozlab beraman. Qayerda edi? Bu yerdan, yo'q, bu yerda emas, toshni. Mana bu yerda ekan, mana. Bo'ldi. O'z 4 ta narsam bor edi. Shu narsalar bilan hozir mashinasini cho'tki qilib tuzatib beraman. Hozir mana shu blok ortiqcha turibdi yerda. Shuni olib tashlayin-da. Buni uzoqroq olib borib qo'yish kerak. Bu yerda
Mayli shuni olib ketay, o'zim bilan kerak bo'lib qolishi mumkin. Mashina tagiga qo'yib sozlayman. Yama yo'q-ku bizda. O'shanga domkrat qilib ishlataman, ya'ni balonni yechish uchun. Bemalol shuni ustiga qo'ysam bo'ladi. Haligi qiz qayoqqa ketdi? Menimcha biror joyga ketgan bo'lsa kerak. Yonimda ekan-ku. Keldingizmi? Unaqa pikmilik qilmay menga. Nimaga unaqa qilmay? Yoqmaydi. Hozir to'xtab turing. Men mashinani sozlab beraman. Xo'p. Tak, mana bu yerga qo'yib turib, hozir mana buni bu test qiladi mashinani qayerda buzilganini. Men tushunmayman-ku axir. Tushunmaganingiz ham yaxshi. Hozir mana bu yerlarni bunaqa qilsam, mana buni hozir qana yechilar edi. Tak, bo'ldi. Endi qotirish kerak. Tak, bo'ldi mana. Mana bu buzilib qolibdi. Hozir buni tokka ulash kerak, keyin soz bo'ladi. Menimcha akkumulyatoringizda zaryad tugab qolgan shekilli. Qayoqqa? Tushunmadim. Bu zaryad tugaganidan keyin qaytib paydo yo'q bo'lib qoladigan odati bor. Bu uskunani hozir borib qaytadan zaryadkadan olib kelish kerak. Qochib tur, yaramas yetilvachchalar. Qoch. Men mana bu akkumulyatorni sozlashim kerak. Tak. Biroz eski ekan-u, mayli. Menimcha zaryadi biroz bo'lsa ham to'lib qoldi, chunki odam qo'li tegsa odamdan energiya o'tadi akkumulyatorga. Buni bilardinglarmi, bilmasdilaringmi bilmayman. Lekin bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman, menga umuman farqi yo'q. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman hozir. Mashinangizni deyarli sozlab bo'ldim. Rahmat. Arzimaydi. Mana endi bemalol haydab ko'rishingiz mumkin. Men haydashni bilmayman-ku axir. Nima bilmaysiz? Shunchaki haydashni bilmayman. Haydashni bilmasangiz, mashinani nima qilasiz? Shunchaki o'rganib qolganman. Nima o'rganib qoldingiz? Bilmayman. Iltimos meni uyimga olib borib qo'ying. Uyingizni qayergaligini bilmayman-ku. Aytib turaman o'zim. Mayli, olib borib qo'yish kerak bo'lsa, olib borib qo'yaman. Faqat orqaga minib olasizmi bilmadim. Mayli, farqi yo'q, orqaga bo'lsa minib olaman. Mayli, hozir. Tak, mana bu yerda bir ikkita narsalar buzuq ekan, to'g'rilab yuboraydi. To'g'riladingizmi? To'g'riladim. Bo'ldi, endi bemalol mashinaga o'tirib olsangiz bo'ladi. Ketdik, men orqaga o'tirib olaman unda. Nima orqaga? O'zingiz haydamaysizmi mashinangizni? Yo'q, hozir buzuq-ku bu. Buzuq to'g'ri. Mayli, o'tirib oling hozir. Men o'tirib olsam, rol tomonga tezroq o'tiring, iltimos. Mana o'tirib oldim. Bo'ldi, to'xtang. Ketdikmi? Ketdik. Bo'ldi. Mana uyingizga yetib keldik. Siz shaharda yashar ekansiz, nima menga aytmadingiz? Sizga aytgim kelmadi shunchaki. Mayli, hozir mana bu sumkangizni olib borishaman. Lekin shahar juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. O'zi zo'r joylarda shahar. Zo'r joy. Qani siz Meni uyim, tezroq keling. Eshikni yopib yubordingiz-ku. Qaytarib ochdim-ku. To'g'ri. Mana bu sumkangizni qayerga qo'yamiz? Olib keling bu yoqqa. Mayli, qayerga hozir sumkani? Tak. Hozir joy yo'q-ku. Mana shu yerdan olasizda. Mayli. Bo'pti. Men unda keta qolay. Mayli, yaxshi boring. Mayli. Rahmat. Arzimaydi. Mayli, bo'pti. Mayli. Men tinchgina keta qolay bu yerda. Qoladigan bo'lsa nimadir problema kelib chiqishi mumkin. Bo'pti, mayli, men ketdim unda. Mayli, rahmat. Bo'pti. Endi piyoda ketaman shuncha joyga. Mayli, nima vaqt bo'lsa ham, endi qishloqqacha piyoda borish bu sal qiyinroq ish-ku, lekin ilojim yo'q-da. Qishloqqacha endi mana bu yerda qanaqadir otmi yo itmi, eshakmikan yo, bilmadim, nimadir bor ekan. Mayli, nima bo'lsa ham hozir tezroq otni bolasi-ku bu. Namuncha kichkina o'lib qolmasin, qattiq urib yordim. Qanday yetib olaman endi? Bu yerda qanaqadir bino bor ekan. Bu do'konmi, nima bu? Qanaqa bino? Tushunmadim. Ichida bu kompyuterxonami? Qanaqa joy bu? Tushunmayapman. Qanaqadir ishxona ekan, lekin bu yerda hech kim ishlamaydi-ku. Mana bu yerda nimadirlar yo'q, menga tegishli bo'lgan hech narsa. Minecraft. Nahotki shu yerdagilar ham Minecraft o'ynasa, bu juda ham ajoyib degani. Tak, buni ham ichida, bularning ichida hech narsasi yo'q. Bu yerga nima kirib qoldim o'zim ham bilmayman. Yaxshisi bu yerdan keta qolganim ma'qul. Agar egasi kelib qolsa, bu yerda o'g'irlik qilyapsanmi deb qanaqadir ortiqcha gap aytishim mumkin. Yaxshisi tezroq qishloqqa qarab keta qolganim ma'qul.
Xo'p, qishloqqa nihoyat yetib keldim, lekin juda ham ko'p vaqtim ketib qoldi. Qishloqqa yetib kelguncha ko'chada yurish ham oson ish emas, o'zingizlar bilasizlar. Voy, yo, bu yerda shaxtda bor ekan-da, xuddi shaxtga tushib ketdim. Xo'p, mayli, hozir bu yerdan chiqish qiyin ish emas. Hozir uyimga borib biroz dam olishim kerak, chunki juda ham charchoqli bo'ldi. Shahargacha piyoda, yo'q, borishda piyoda borganim, qaytishda piyoda qaytib kelganim biroz qiyinchilik tug'dirdi. Xo'p, tak. Bugun endi dam olishim kerak, to'g'risini aytsam, lekin menimcha janob mer qanaqadir ish buyurib qolmasa bo'lgani. Chunki har doim shunday vaziyatda janob mer menga ish buyurgan va bu ortiqcha bosh og'rig'i va dam ola olmayman. Mana shu narsalar qo'yay. Yo'q, menimcha kechasi ish buyurmaydi. Yaxshisi, damimni ola qolganim ma'qul. Ertalab bo'pti. Yaxshi. Barchaga assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Men esa hozir janob merga menimcha soliq to'lashim kerak edi. Bugun o'tgan kun, ya'ni kechagi kun soliq to'laganim yo'q. Bugun soliq to'lash kerak. Hozir janob merning yoniga borib kelaymi? Yo'q, mana o'sha yaramas yetellar mashinamni nima qilyapti? O'zi tiqilib qolgan bo'lsa, yana battar tiqyaptimi, nima qilyapti bilmayman. Janob mer aniq menga ish buyuradi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Как раз sen kerak eding. Nima gap deyishlikmi? Nima soliqlar to'lamayapsan o'z vaqtida? Hozir olib kelaman agar kutib turadigan bo'lsangiz. Kutaman, shuncha kutdim-ku. Nimaga olib kelmayapsan o'z vaqtida deyapman senga men. Shunchaki Qishloqqa bitta qiz bola kelgandi. Tanidingmi kimligini? yo'q, taniganim yo'q. U meni qarindoshim. Ishqilib unga yomon muomala qilmadingmi? Yo'q, yaxshi muomala qildim. Mashinasini tuzatib berdim. Yaxshi. Tezroq borgin-da, soliqlarni olib kelib o'z vaqtida to'la. Bo'lmasa senga jarima qilaman yoki qishloqdan haydab boraman. Bo'pti, hozir olib kelaman. Bo'pti. Tezlash. Xo'p. Tak, obunachilar ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa problemalar bor bizda. Hozir soliqlarni olib kelib to'layman.